Big Fishing. Assalomu alaykum. Big Fishing YouTube, Instagram kanali obunachilari, do'stlar. Do'stlar, assalomu alaykum yana bir bor. Mana Qiziltepadagi zakinlarga yetib keldim. O'zim ov qilib yurgan joylar. Lekin suvlar ancha pasayib qopti. Badarga kelib o'qiganimga ham 2 oy bo'ldi shekilli, 2 oydan ko'proq ham bo'ldi shekilli. Hozir kelib ko'ryapman, 2 oydan beri kelmadim. Bugun ovga o'g'lim bilan, dadam bilan chiqqanman. Zakinlarda bir aylanib ko'raylikchi. Hatto suv yaxshi bo'lsa, o'shda o'tiramiz. Oqibatlarda suv pastroq ekan. Baliq shunaqa-yu. Baliqga chiqib, joylarni ko'rib, o'zing yoqadigan joy topib o'tirasan-da endi. Mana bu yerda ham joylar borda, hozir ko'ramiz batlarda ham. Xo'p, batda qanaqa ekan joy? Mana batlarda ham suv pastroq, oqim tez ekan. Aytibdi joyim bor edi, kelsa mana chiroyli bo'lib turibdi suv. Bitta chuqur, har doimgidek 1,5 metrga yaqin chuqurlik. Mana toshda turbadan suv chiqadi. Chuqurligi yaxshi. Hop. Hozir o'ylab ko'raman, balki mashta kelib mashta o'tiraman. Mana shu yerda suv yaxshi ekan. Hozir joylarni ko'ryapman. O'zi batga kelib bunaqa qilib aylanib yurishni o'zi bitta mazza, kayf bu. Endi joy bo'lsa, baliq chiqsa yana bitta nima deydi? Dam olishda endi bu ham bitta. O, narada dadam bilan o'g'lim suv yaxshi ekan, o'sha yerda zakinda qolishdi. Hozir men baqda joylarda o'xtaryapman. Instagramda bo'lsa bahorda bir marta keldim, yozda bir marta kelib o'qigan edim mana shu yerda. Hozir endi suvlar ozgina pasayib qopti. Dammani ochib yuborishgan bo'lsa kerak. Ko'llarga, yerlarga suv haydagani dammani ko'tarishadi-yu suvni. Damma qo'yib hozir mana suvni ochib yuborishgan. Suvlar pasayib qopti ancha. Mana oqyapti suv. Hozir ko'ryapman, joylar yoqsa bu baribir mashlarda o'qisam bo'laveradi desam, yo'q, suv pas ekan. Suv pas ekan batlarda, tay ko'rinyapti. Tay ko'rinayotgan joyda o'tirib bo'lmaydi-yu, o'zi ham bilasizlar. Boshqa joy qarayman. Baliq ushlaydigan joyda o'zimga yoqadigan joy topdim. Tepada mashina turibdi, yaqin. O'tiradigan joylar ham bor, normal даже ryukzak qo'yadigan joylar ham bor ekan bu yerda. Kimdir chiroyli qilib joy ham qilib qo'yibdi. O'tiradigan joylar, oyoq qo'yadigan joylargacha qilib qo'yibdi. Rahmat kim qilgan bo'lsa ham shu joyda. Bittasiga mana o'ng tomondagi non qo'yib tashladim, chap tomondagi chuvalchin qo'ydim. Nonga ozgina tortyapti. Stara riba qo'shilgan nonga. Mana chuvalchinim bor hozir. Bunaqa sariq non tayyorlaganman, 2 xil. Bittasi oddiy sariq rang, bittasi stara ribak. Chuvalchin bor. Hozir mayda baliqqa ham tashlab qo'ydim malovnitsani. Boshladik endi o'g'di mana, xudo xolasa. Natija bo'lsa tashlanadi. Mana poplogim ko'rinyaptimi sizlarga? Mana hozir birinchi poklovka bo'ldi. Nonni tortyapti, keyin chapga qarab yetalashni boshladi. Sariq non.
Qari stari ribak yaxshida baliqqa yoqadi. Shuni sekin chap tomonga sudrab qo'ydi. Hozir ham qamish tagida turadi, baqa olib keldi. Mayda tortyapti shekilli. Bunisi ham ko'rinyaptimi? O'sha qamish orqasida turibdi poplogim. Bunisiga chuvalchan qo'ygan edim, mana poplog. Buni ham sekin-sekin tortishni boshladi o'sha. Juda sekin tortyapti, mayda shekilli. Chuqurligi yaxshi koma, 1,5 metr bor, 2 metrga yaqin. Buni ham endi cho'qishni boshladi. Mana o'ng tomoniga stari ribakni qo'ydim. Stari ribak qo'shilgan nonni yeb ketdi buni. Hozir boshqatda yana nonni kattaroq qilib qo'yib qo'ydim. Tezda tugab qolmasinchi. Katta baliq kelishga ulgurmadimi bilmayman. Bunisini ham olib boshqatdan tashlab qo'ydim chuvalchanni. Chuvalchanni ancha-muncha yeyib ketdi. Ana endi tortishni boshladi, ko'ryapsizlar. Narigiga nonni qo'ydim, uni ham tortishni boshladi hozir sirasi. Mana hozir chuvalchanni sekin yetalayapti, mana ko'ryapsizlar. Chuvalchanni yetalayapti, hozir ko'tarib ko'raman hozir. Yetalasa ozgina. Yaxshi tortyapti ama. Chuvalchanni yaxshi tortyapti. Ajda turgan narsani ustidan unaqa borib qo'ydi hozir. Uzoqlashtirsam hozir ko'rinmayapti, yaqinlashtirsam ko'rinsa kerak, o'sha yoqqa borib qo'ydi, o'shga tashladim. U qamishlar orqasida turibdi hozir poplogim. Yaxshi sudrab borib qo'ydi, yaxshi sudrab. Hali ham o'shda sudrab yuribdi o'ynab. Lekin katta bash shekillida yutib olib ketmayapti. Lekin baliq tortyapti. Glavni tortyapti. Endi hozir havo sovib qolgan, o'zi ham bilasizlar. Natija bo'lsa bo'ldi. Bo'lmasa dam olib ketiladi. Uni narigisi naryoqda turibdi. Non qo'ydim, nonni yeb qo'ydi shekillida. Qimillamay qoldi. Hozir mayda baliq qo'yib ko'raman endi. Hozir mayda baliq qo'shayman ko'proq sazanni. Sazan, ilonbosh, endi ilonbosh hozir to'xtagandir, sazan ham olaveradi. Qarasam haplabka ham olaveradi mayda baliqni. Hozir endi chap tomondagini ham tortib, nariyoqqa borib to'xtab qoldi. Chuvalchanni ko'p ham yeb ketmagan bo'lsa kerak. Hozir olib qarayman. Keyin mayda baliq qo'yaman. Lekin tortim bor. Qiziqtirib turibdi, sudrab. Nonni yeb ketyapti, hozir ikkalasiga ham chuvalchan qo'yib qo'ydim. Yana ozgina chuvalchan tursinchi, chuvalchanga nimadir ekan. Ozgina sudrab qo'yib yuboryapti. Endi bu joylarda odam ko'p keladi-da. Hozir aytda ikkitasi mol boqib yurgan ekan, so'rasam, kecha ham kelib ekranlar tashlab o'tirishdi deyapti. To'r qo'yib yoki tok solishdi demayapti. Ekran tashlab o'tirishdi, 2 dona ushashdi deyapti. U ham kichkina qarab ushashdi deyapti. Atlarda baliq bor, endi hozir sovuq tushib qoldi-da, yurishi qiyinroq bo'ladi. Lekin tortyapti-yu, mayda tortyapti chuvalchan. Nonni qo'ysam yeb ketyapti. Harakat qilaveraylikchi, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa dam olib ketaman-da. Bu naryoqda o'g'lim bilan dadam qolishgan, hozir yetgan, borib ularni xabar olaman. Bitta biror soat o'tiraychi. Lekin tortyapti chuvalchanni, ikkalasini ham tortyapti. U naryoqdagini ham, ba'dagini ham. Mayda baliq qo'yaman desa, mayda baliq malagunchaga kirmayapti. Mayda baliq qabatlarda yaxshi olardi oldin. Hozir kutyapman, mayda baliq chiqsa yaxshi sразу qo'yib ko'raman. Juda sekin tortyapti, juda sekin.
Ammo joy zo'r, joyga gap yo'q. Rosa ikkita udishga tashlab o'tiradigan joy ekan. Kechasi ham bemalol o'tirsa bo'laveradi. O'sha naryoqdagini tortib qoldi. Sal tuzroq tortyapti shuni. Mayda baliq ushlayman deb maluminsidan tashlab qo'ydim. Mayda baliqdan katta baliqlar tushibdi. Bularni yeydigan ilon boshlar yurmasa kerak hozir. Bitta maydaroq bor ekan, o'shani tashlab ko'raman. Mana natija bo'lib qolarmi ekan. Chuvalchanda faqat maydalar o'ynayapti, non yeb ketyapti. Kichkina baliq qo'yib ko'raman hozir. Mayda baliq ikkita bor ekan. Hammasi kattalar tushibdi. Xo'p, do'stlar, mana joyga kelib o'tirdim. 2 soatcha o'tirdim shekilli batta. Natija bo'lmadi. Mana qorovul ham kelib kutib turibdi. Qachon ketar ekan deb, qo'yoq tutgan narsalar yeyman deb. Qisqasi natija bo'lmadi batta. Har xil narsa tashlab ko'rdim endi. Mana shu tomonga qarab yuraman. Qani ba'da ham joylarni ham ko'rib kelaman bir yo'li. Birinchi joyda natija bo'lmadi hozircha. Hozir endi shu tomonga yuraychi, bu yerda zakinlar bo'lish kerak bu tomonda. Do'stlar, men aytdim hozir shunaqangi bitta zo'r joy topib oldim. Balki birinchi marta kelishim. Hatta bunaqa joy bor deb xayolimga ham keltirmagan. Joyning zo'rligini qaranglar. Katta zakin ekan. Chuqurligi ham yaxshi bo'lish kerak batlarda. Mana shu yerda ham ozgina qarmoq tashlab ko'raman. Joyda ko'ringlar. Oho. Mana bunaqa joy bor deb o'ylamagan edim. Batta oldin kelmagan ekanman bu yerga. Kattaligini qaranglar joyda. Endi batlarga qarmoq tashlasa yaxshi bo'ladi-yu. Juda silishkim keng katta zakin ekanda. Kichkinaroq joyini topaychi mana da qamishlarning ichida. Mayka tashlab ko'raymi? May tomon yaxshi ekan. Ana mana tomon ko'raychi. Mana undan ham yaxshi ekan. Ana mashga tashlab ko'raman, mana zo'r joy bor ekan. Lekin sayozroqqa ham o'xshayapti. Osatga tashlab ko'raman, o'sha zo'r yoqayapti menga. Joy zo'r ekan. Chuqurligini qaranglar, boshqacha вообще. To'g'risi bu joylarga men juda ko'p kelganman. Lekin mana zakinda hozir ko'rib turibman. Chuqurligini hozir 2 metr tashladim, ikkalasi ham 2 metrdan tashlab qo'ydim. Chuqur. Tagiga yetmadi nimasi. Tosh. 2 metrdan ham tikka turibdi. Ozgina oqim bor ekan, shu tomonga chapga qarab oqyapti. Zakin vashi katta ekan, bilmayman, kengligiga bir 15 metr, 20 metr bor kengligi. Mana shu tomonda-da. Hozir ozgina o'tiraychi, natija bo'lsa tashlayman. Hozir yangi kelgan joyimda ham aytdi zo'r bitta zakin topib oldim. Bu zo'r zakin tur deb atadigan darajada zo'r ekan joy. Lekin batda ham natija bo'lmayapti-da, tortmayapti baliq. Ammo joy zo'r ekan. Chuqurligi, короче, 3 metr qisami 3 metrda ham 3 metrda ham tagiga nima yetib bormayapti. Toshi. 3,5 metrda atrof ekan chuqur joylari. 2,5 sredniy tashlasa bo'laveradi. Qisqasi mana shu joy mana. Katta, mana shunaqasi katta zakin. Endi bu tomonni qatgacha borgan bilmayman, lekin mana bu tomondan men keldim. Joylarga gap yo'q. Endi bugungi o'mizga to'ramiz, natija bo'lmadi. Suv suvib ketibdi. Shunday suvdan chuvalchani chiqarib almashtiraman desam, muzdagi chuvalchan. Chuvalchalar ham sug'atib qolyapti. Natija bo'lmadi endi do'stlar. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz, lekin baliqqa chiqib dam olishda to'xtatmaymiz. Davom etaveramiz. Endi erta indin bo'lib yana 3-4 kun suv isib ketar ekan-ku. 20-gacha issiq bo'ladi deyapti. Yana 1-2 marta baliq ovga chiqishga ulguramiz, xudo xolasa. Hammaga omad, ovlaring barobardan kelsin. Like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar. So'raganlar uchun joyni mana ko'rsatib qo'yapman. Mana shu tomondan Qiziltepadan kelsalaring, mana shu joy. O'sha yerda mana
katta asfalt ko'rinyapti, mana katta asfalt ko'rinib turibdi. O'sha Qiziltepada ikkinchi ko'prikda o'ngga burilib kirib turib, keyin chapga birinchi pоворotdan kirib, oxirigacha kelib turib, keyin chap tomoniga yursalar ham shu yerda mana shunaqa joylar bor ekan. Mana zakin, bag'da ham zakin, suvni chuqurligi 3 metr.